Bugun biza mana shu kompaniya BWT Best Water Technology kompaniyani tadbiriga keldik. Mani ismim Timur Ahmedov, O'zbekiston Ekologik qurilish kengashi nodavlat notijorat tashkilotining asoschisiman. Suv masalasi O'zbekistonda juda muhim bo'lyapti. Biza 30 yillik masalan yomg'ir qorlikni qarasak, trend pastga ketyapti. Demak, suvni tejamkorligi juda muhim bo'lyapti. Suvni irrigatsiya uchun daraxtlar bo'ladimi, yashil hudud bo'ladimi, o'shanga ishlashga juda muhim bo'lyapti. Binoning ichida isrofgarchilikni kamaytirish. Eng asosiy narsa shuni isrofgarchilikni kamaytirish. Bu texnologiyalar nima beradi? Bir nechta texnologiyalar nima uchun bizga qiziqarli bo'ldi? Birinchidan, bu suvni isrofgarchilikni kamaytirish, tejamkorlik, samaradorlik. Ikkinchidan, suvning sifatini yaxshilash. Chunki suv u hayotni fundamenti, o'sha asosda hayot. Biz suvdan tanaffus olmaymiz. Har kuni suv kerak. Suv toza bo'lishi kerak. Suv sog'lig'iga 100% ta'sir qiladigan narsa. Shuning uchun bu kompaniya bilan ishlayapmiz. Bular Avstriyadan yangi texnologiyalar olib kelishyapti. Endi suv masalasida bizda O'zbekistonda 2000-3000 yillik tajriba bor. Lekin yangi texnologiyalar hozir kerak. Shu suvni sifatini, tejamkorligini, samaradorligini yangi bir urovengga chiqarish uchun. Bulardan xudo xolasa biz ko'p harakatlar qilamiz. Yangi Toshkent loyihasi bo'ladimi yoki boshqa yangi O'zbekiston loyihalari bo'ladimi, butun O'zbekiston atrofida qurilayotgan binolarni hisobga olib, o'sha yoqqa shu yangi texnologiyani boshidan dizaynga qo'ysa, unda o'zini finansiy oqlaydi. Lekin bu faqat finansiy tomon emas. Chunki suv faqat pulga taqalmaydi. Suv aytganda hayotning fundamenti. U to'g'ri bo'lmasa, tartibda bo'lmasa, unda ish bitmaydi. Bu faqatki 100% pulga taqalgan narsa emas. Shunday tadbirlar juda muhim, kerakli tadbirlar, chunki odamlar tanishadi yangi texnologiyalar bilan, kompaniyalar bilan. Bizda O'zbekistonda bor shunaqa kompaniyalar bor ekan, shular bilan ishlash kerak. Binolarni dizayn qilayotganda, shaharlarni dizayn qilayotganda boshidan bu narsalarni o'ylab chiqsa, unda keyin biz muammolarga uchrashmaymiz. Shuning uchun men shu tadbirga biz keldik. Xudo xolasa odamlar bilan tanishib, yangi ma'lumotlar olib, yangi loyihalarda qatnashamiz. Rahmat.